Hurmatli obunachilar, bugun EasyViz kameralarini Android telefonlarga qanday bog'lashni ko'rsatib ketaman. Paketda EasyViz programmasi tortib olinadi. EasyViz programmasi tortib olib ro'yxatdan o'tgandan keyin добавить устройство qilinadi. Добавить устройствоda kamera deb tanlanadi va kamera orqasidagi QR kod skanerlanadi. Bu skanerni kamerani topdi. Topgandan keyin питание устройства включено yoqiladi. Запуск. Indikator migает синим светом. Ko'k yonib o'chyaptimi deb so'raganda ha deyiladi. Hozircha bu qizil o'chib yonyapti. Va shu joyiga kelganda Wi-Fi tarmoq so'raladi. Ya'ni bizning telefonimiz Wi-Fi tarmog'iga ulangan bo'ladi. Shuni parolni terishni so'raydi. Biz bu yerda o'zimizni parolimizni terib olamiz va kameramiz hozir biz telefonimizga bog'lanadi. Bog'langandan keyin o'zi xabar beradi, kamera bog'landi deb. Shundan so'ng buni ichiga fleshka qo'yilgan bo'ladi. Fleshkasi formatlash, initializatsiya so'raladi. Initializировать tugmasi bosib fleshka formatlanadi. Fleshka formatlangandan keyin o'ziga moslab zapislar boshlanadi.